1914 yilning bahor faslida İstanbuldan Qashqarga yetib kelgan bir karvonning muborak qadami uzun mezgil buruqtumliqda qolgan bu tuproq uchun uyg'onish signali chalgan edi. Bu karvonda İttihat va Taraqqiy tashkiloti tarafidan Sharqi Turkistonga avatilgan yosh turk o'qituvchi Habibzoda Ahmad Kamal, aka-uka Musabaylarning ona bo'lak qarindishi Ubul Hasan Musabay va İstanbulda uzun mezgil o'qigan Qodir apandi qatorliq bir to'p Uyg'ur o'quvchilarmi bor edi. Ularning yetib kelishi bilan Qashqa va uning atrofidagi joylarning ijtimoiy va madaniyat kayfiyati birdanla jonlanib ketadi. Yosh turk o'qituvchi Ahmad Kamal Bahovuddin Musabayning homiylik qilishi bilan Otishda Darul Muallimin Ittihat nomli o'qituvchi yetishtirish maktabi ochadi. Orqadanla Qashqa shahrida Kashgar Nashr Ma'rif jamiyati yoki Xayriya jamiyati nomida bosh jamiyat, boshqa joylarda bu jamiyatning sho'balari qurildi. Yangi ma'rifchilik, ijtimoiy islohot va milliy uyg'onish sadolari uzun mezgil mahkumlik va jaholatda qolgan bu azam tuproqning atmosferasini qoplaydi. Abduqodir Domullam, Qutlug' Hoji Shavqi, Ali Hoji qatorliq bir to'p o't yurak sarxillar bu qatamliq yangi ma'rifchilik harakatining eng kuchli qo'llovchilariga aylandi. Halbuki bu uyg'onish uzunga bormaydi. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taran Uyg'ur apandining so'zi bilan aytganda, Qashqa va uning atrofidagi joylarda maydonga kelgan bir mezgillik taraqqiyot va islohot havosi Qashqadagi bir qism manfaatparast boylar va joyil o'limalar qatlamining kuchli to'sqinligiga duch keladi. Albatta, Ahmad Kamal Efendi va uning qo'llovchilarininki armay tirishchilik ko'rsatishi natijasida erishilgan bir qism utuqlar, shundaqla Qashqar va uning atrofida ko'rilayotgan taraqqiyot va islohot havosi Qashqardagi bir qism obro'parast va manfaatparast boylarninki, shundaqla ulardan bir saf turayotgan jaholatni yoqlag'uchi bir qism diniy zotlarninki ko'ziga faqat sig'magan, shundaqla bu utuqlarni ujuqtirish va bu taraqqiyotninki oldini to'sish uchun aktiv holda harakatga tushishga boshlagan. Ahmad Kamalning Chin Turkiston yo'llaridagi unutilmagan xotirlar nomli eslamasiga qaraganda, Umar Oxunbay bilan Selim Damulla boshchiligidagi joyil kuchlar Qashqarda maydonga kelgan bu qatimliq yangi ma'rifchilik harakatini ikki nuqtadan qoralashga urindi. Ular bir tarafdan yangi ma'rif harakatini dinga qarshi harakat deb xalqqa ta'tir tashviq qilsa, yana bir tarafdan Xitoy doiralariga ars sunib, bu harakat istiqloliyatni maqsad qiladi deb chiqim qiladi. Taran Uyg'ur apandimi ziyoratimiz davomida bu nuqtani alohida ta'kidlaydi. Bu xil hujumlar ikki jihatdan olib berilgan bo'lib, birinchidan bu yangi harakatini xalq ichiga ta'tirlashib qilib, bu harakatninki obro'yini to'kish, shundaqla bu harakatni dinga qarshi bir harakat qilib padazlab ko'rsatishdan iborat. Yana bir tarafdan bo'lsa, bu harakatni siyosiy bir harakat qatorida o'tirg'a chiqarib, Xitoy hokimiyati bilan o'zangi so'qishtirilgan Xitoy hokimiyatiga qarshi bir harakat qilib ko'rsatib, Xitoy mustamlikachi hokimiyatining bu harakatga qarshi bir maydon turishini qo'lga keltirishdan iborat. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Olimjon Inoyat Efendi 1914 yildan 1915 yillar oralig'idagi Qashqa vaziyatini tushunishda Ahmad Kamalning Chin Turkiston yo'llaridagi unutilmagan xotirlar nomli eslamasi bilan Odil Hikmatbayning Osiyoda 5 turk nomli eslamasining intayin muhim manba ekanligini ta'kidlaydi. U yuqorqi manbalarga asoslanib, Ahmad Kamal ochgan maktabning taqilishida Umar Oxunbayning chekimchiligidan sirt Qashqadagi Rossiya va Angliya konsulxonalarining qo'li borlig'ini eskartib o'tadi. Keyin bu maktab Ömerbayning chekimchiligi, shuning bilan birga yana shu rus va inglizlarning aralashishi tufaylidan bir mezgil taqilib qolgan. Ahmad Kamal Ilikul turmaga tashlangan. Shundoq qilib, militarist Yang Zangshinning buyrug'i Qashqa Dotining hiyli nayrangi bilan Qashqa va Otishdagi yangi maktablar pechatlanib, Ahmad Kamal hapsiga ilindi. Ammo Bavuddin Musabay, Abduqodir Domullam va boshqa millat so'yar sarxillar butun kuchi bilan bu qatimliq yangi ma'rifchilik harakatining mevalarini qo'g'dab qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Taran Uyg'ur apandi bu vaqtdagi bayonlarda Bavuddin Musabayning Ahmad Kamal birinchi qatim hapsiga ilinganda Qashqadagi Xitoy soqchi boshlig'i bilan ko'rishganligi va o'z nomidan kapolatnoma yezib berib, Ahmad Kamalni hapsidan qutuldirib chiqqanligini ta'kidlaydi.
Ahmad Kamal Efendi'ninki qo'llovchilari mana shu ikki jihatlik hujumlarni to'sish uchun o'ziniki barliq kuchini ko'rsatgan. Masalan, ma'rifatparvar boylardan Bodunbay o'ziniki iqtisodiy imkoniyati shundoqla jamiyatdagi imtiyozli o'rnidan foydalanib Xitoy hokimiyatidan kelgan hujumlarni oldini olish va buni to'sish uchun o'zini kuchini ko'rsatgan. Bunga misolan ayni chog'da Qashqardagi soqchi boshlig'i bir qatam Bodunbayni chaqirtib Ahmad Kamalninki qurgan maktablarda harbiy mashg'ulotlar berilayotganligi, shundoqla ularniki maktab degan niqob ostida bir siyosiy harakatni qo'zg'ayotganligidan iborat mustaqil shikoyatlarni tushganligi haqida Bodunbayni bir qatam so'roq tortdi. Bodunbaymo loyihada Ahmad Kamal Efendini qanot ostiga ilib, uning harakatlariga va yurish-turishlariga o'zining kepil ekanligini bildirib, ya'ni jo'rafiyaviy shundoqla siyosiy jihatlardan bir turk kishiningki Türkiye'den ibaret Şarkı Türkistan bilen çevrilemeyen bir zimmetten kilip bunçalik çoğun bir hareketlerini kuzayamaydıqalıqdek vakitlerini göz tuturup Ahmet Kemal Efendi'ni özünki kanadastığı alan. Şundaqla onunki bexatarligi, hareket erkinligini kapalatga ega qilgan. Halbuki uzun o'tmayla Ahmad Kamal ikkinchi qatim hapsiga ilinib, militarist Yang Zangshinning buyrug'i bilan Urumchiga yalab ilib berildi. Professor Olimjon Inoyat apandining ilgari surishicha, Ahmad Kamal Urumchidagi hapsida Yangi hayot nomli gazet chiqardi. Keyincha bu ish fosh bo'lib qilib, Ahmad Kamal Xitoy o'lkalariga yo'lga silindi. U keyincha Shanxay orqali Hamburgga, u yerdan 1920-yili Istanbulga qaytib bordi. Ahmet Kemal İlkul türmedeki vaqtida Yangi hayot nomli bir gez chiqargan. 6 ay o'tgandan keyin hukumat bu gezni o'qib qilib Ahmet Kemal İlkulni Shanxayga avatvatgan. Shanxayda Gollandiya elchisining talibi bilan qo'yib berilgandan keyin bir Yaponiya paraxoti bilan shu Hamburgga, undan keyin Reşit Paşa paraxoti bilan 1920-yili 6-oyning 18-kuni Turkiyaga qaytib kelgan. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, aka-uka Musobaylar bilan Abduqodir Domullan boshchiligidagi yerlik sarxillar Istanbuldagi tashkiloti maxsusa tarafidan 1914-yilning yoz oylarida Sharqi Turkistonga avatilgan Odil Hikmatbay qatorliq 5 nafar turk xodim bilanmi intayin yaqin munosabat o'rnatgan. Ularning o'rtaq tirishchanligi orqasida shu yillarda Qashqa va uning atrofidagi joylarda xeli zo'r darajada milliy uyg'unish manzarasi borliqqa keladi. Bu 5 Türk Kaşgar'daki vaqtida Ruslar tarafidan tutkun qilinib Toshkentga elib ketilgan va o'lim jazosiga hukm qilingan. Shu chaqda Uyg'urlarniki besim bilan bu kishilar Ruslarning qo'lidan qutulib chiqqandan keyin yana Sharq Turkistonga qaytib kelib, shu Qashqar, Yakkan va Xotanda faoliyat elib borgan. Qashqarda Musa baylar bilan yaqin munosabat qurib, shu Uyg'ur ma'rif uchun va Uyg'ur xalqining uyg'unishi uchun ko'p tirishchilik ko'rsatgan. Bu 5 Türk bilan shu Abduqodir Domollamning munosabati haqida Ahmet Kemal İlkul'ның əsliməsində bəzi bayanlar var. Bu bayanlara qaraganda Ahmet Kemal İlkul Abduqodir Domollamga Adil Hikmet Bək və səbdaşlarının həyatı ikənligi haqqındakı xəbərini bərgəndə Abduqodir Domollam xoşallıqdan yığılıb ketgan. Bu bayan şu Abduqodir Domollam bilan bu 5 Türk bilan bo'lgan yaqin munosabatini nəhayət uçuq əks etdirib berdi. Bu kişilər xalqni uyg'otish və o'qitish uchun, Uyg'ur ma'rif uchun muhim töhfalarni qo'shgan. Abduqodir Domollamni Turkiyadan kelgan bu kishilarga ko'p yordam bergan, ularni qo'llagan. Bu xil qismatlarni beshdan kechirgan bu 5 kishi Shanxaydan Hamburgga va 1920-yili Istanbulga qaytib ketgan. Taran Uyg'ur apandining bildirishicha, shu yillarda mayli Ahmad Kamalning faoliyatlariga hamdam bo'lishdi bo'lsin yoki tashkiloti maxsusa tarafidan Sharqi Turkistonga avatilgan 5 nafar turk xodimning harakatlariga yordam berish ishida bo'lsin, Musobaylardan boshqa Abduqodir Domullam, Qutlug' Hoji Shavqi, Ali Hoji qatorliq sarxillar intayin muhim rollarni o'ynagan ekan. Bundan başqa xalq ichida Ahmad Kamal Efendi to'solg'ularga yo'liqqan vaqtda bo'libmi Selim Molla qatorliq bir qism mutassib jahil diniy kuchlarningki qarilishiga shundoqla tuhmatlarga uchragan chog'da Abduqodir Domullam, Ali Hoji, Qutlug' Shavqi qatorliq kishilar ko'krak kerib o'tirib chiqib xalq orasida bu xil fitnalarni tugutish uchun o'zining kuchini yetishicha harakat qilgan. Afsuski hurmatli so'zlavar va tarafdor zotlar bo'lsa-mu, jamiyatda ularningki epagan tashviqotlarningki ta'til tashviqotlar ustidan qolib kelishda yanada aziz kelganligi ham bilinib turdi. Oxirida professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domullam boshchiligidagi o't yurak sarxillarning shu yillarda millatning uyg'onishi va qad ko'tarishi uchun hayoti bilan badal to'laganligini,
Abduqodir Damollamning 1924-yili sirliq suiqasd bilan o'ldirilishning buning yorqin bir misoli ekanligini eskartib o'tdi. Qadir Damollan başçılığındaki Uyghur sərxillərinin xalqını oygutish, millatni ilm-fan öyrənishə yetəkləş cəhətdəki fidakarana tirişanlığını to'liq muayyanlashtirishga bo'ladi. Bu sərxillər şu davrdagi nodonlik va jaholatga petib ketgan Uyghur jamiyatida mutassib va jahil kuchlarning qattiq qarshiligi va to'sqinligiga uchragan bo'lsa-mu, shu mangan yo'lidan qaytmay, qat'iy iroda va g'ayrat bilan shu olg'a qarab mangan. Bu sərxillər Türkiyalik reformistlar bilan Tatar jadidchilar bilan yaqindan moslashgan. Chunki bularning maqsadi o'rtaq edi. Millatni uyg'otish uchun maktab ochish va millatga ilm-fan o'rgatish asosiy maqsad edi. Millat uyg'onib ko'zini ochganda asoratga xotim berish imkoniga va erkinlikka erishalaydi. Ular mana shunday ulug'vor nishon va g'oya uchun kurash qilgan va bu yo'lda og'ir badallar to'lagan. Abduqodir Damollamning 1924-yili xoin bir suiqasdga uchraganligi buning bir misoli. Qadarlik radio anglag'uchilar, yuqorida 20 asrdagi buyuk islohotchi Abduqodir Damollamning hayoti va uning kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 12 qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomliq diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.